Hozir hurmatli tomoshabinlar, demak mana bu yerlarga bizlar plintus olganmiz. Mana shu plintuslarni qo'yib, chiroyli qilib mana shu xonani demak tayyor holatga keltirishimiz kerak. Bu birinchi xonachamiz va ikkinchi xonachamiz ham demak plintuslarni qo'yishimiz kerak. Mana shunday holatda turibdi. Ayrıca lapşın olsun çıkar, en kıyım doymanın şeyleri çok çıkar yakın. Olsun çıkar. Hurmatli tomoshabinlar, demak bugun 14-dekabr bugun boshlagan ishlarimizni ko'rsatib chiqaman. Hozir soat 7:07 bo'ldi. Ishni yakunladim. Juda ham ajoyib chiqdi. Bugun ishimiz illyustralarni qo'ydim. Keyin plintuslarni qildim. Juda ham ajoyib chiqdi. Hozir hammasini ko'rsatib chiqaman. Mana demak bu 2 ga 3 xonamiz. Plintuslari juda ham ajoyib chiqqan. Moshina mana. Mana bu chekalari eshiklarni oldida nima bor edi, ularni ham nima qilib, mana bunaqa qilib nima qo'yib chiqdim. Juda ham ajoyib chiqdi. Endi bitta artalar tozalanadi va shu cho'tki bo'ladi. Mana buni taklarini ham bunday qilib kesib qo'yganman. Juda ham qiyin ishlar bular. Ham mayda ishlar. Mana bu narsalar
nima qalaqib bergan plintusga o'sha joyini kichkinagina kesib mana bu plintus kirgizganman. Вообще lekin plot ne var cho'tki chiqdi. Endi mana bu demak mana buni qo'ydim, mana bu katalogdagi mana safloncha. Bu ham chiroyli chiqdi juda ham akkuratni. Xo'p, demak endi bu xonachamiz. Xonachamiz kirganda demak tambur. Tambur. Bu yerda ham nimalarni mushni qilib, mana shunday qilib qo'yib chiqdim. Mana buni mana buni orqalarini ham, mana bu yerlarni ham demak kesib o'tkazdim. Tegib qoldi chunki mana bunga. Shuning uchun mana bu mushni orqalari ham вообще plot narsa ko'rinib chiqdi. Mana bu yoqlarni ham hammasini cho'tki qilganman. Mana bironta joyda bir stik joyi yo'q. Tak. Mana bu yerda o'zini nimalari bor edi? Parokni olib tashladim-da, o'rniga mana shunaqa qilib plastik kesib, plastikdan o'zim qo'ldan yasab qo'ydim hammasini. Bironta bir stik, bironta bir ochiq joy qolgani yo'q. Bo'shga chiqdi. Endi katta zalimizga kiramiz. Demak, mana bu yerdagi plafonchani o'zini qo'yib qo'ydim, yuvib tozalab. Bu ham juda ham chiroyli chiqqan. Moshni. Mana bu rozetkalarni qotirdim. Ularni yoqdagi rozetkalarni ham rozetka ko'chatlarni almashtirganman. Almashtirib buni ham demak mana shu bugungi qilgan ishlarimiz juda ham chiroyli chiqdi. Endi mana bu yerga 10 ta точечный lampochka qo'ydim. Точечный lampochkalarimiz ham juda ham chiroyli chiqdi. Endi o'rtaga bitta lyustra qo'yiladi. Shu bilan bu xonamiz ham tayyor bo'ladi. Oynalar artık tozalandi mana. Juda ham chiroyli. Demak, moshni. Yaqa demak kondisioner qo'yildi. Kondisioner kabel hozirroq yetmadi. Endi mana shu kabel yetmay qoldi rozetkaga, lekin bu korobkadan mana bu korobkadan mana bu yerga demak bitta rozetka qo'yamiz. Наружный o'sha rozetkaga ulanadi bu. Xo'p, mana 10 ta точечный lampochka. Yerda demak qilgan narsam mana bu eshikni demak oldidagi mana bu joylari mana shu hamma joyini chiroyli qilib nima qilib chiqdim. Umuman bir ortiqcha nima yo'q. uz-hits.net. Endi bu xonani bitta uborka qilinadi. Shu bilan tayyor. Demak, bugungi ishimiz mana shu bilan yakun topdi. Qilgan ishlarimiz mana shu. Barcha ishlariga Alloh o'zi baraka bersin. Xo'p, mayli, sog'lik, salomatlik, yaxshi kunlarda ko'rishguncha. Yana shunaqa ishlar bo'lsa, chiqarib, demak, videoga qilib ko'rsatib turishga harakat qilaman. Mayli, sog'lik, salomatlik.